Zapsi. Ovozim yozilyapti o'zi. Ketdi. Assalomu alaykum. Mana kecha sizlarga va'da qilgan videoim chiqaryapman. Ya'ni jonli efirda aytib o'tgandim. Islom moliyassiga taalluqli bo'lgan kitoblarni ko'rsatib o'taman deb. Endi nimaga islom moliyassiga taalluqli bo'lgan kitoblar? Ko'pchilikda hamma so'raydi, trading bo'yicha qanaqa kitob o'qisam bo'ladi, qanaqa kitob o'qisam bo'ladi deydi. Kitob o'qish bo'yicha so'raydiganlarda faqat 20%, 15%gina islom moliyasi bo'yicha qanaqa kitoblar bor deb so'raydi. Endi islom moliyasini kitobini nimaga birinchi o'qish kerak tradingdan ko'ra? Sababi birinchi islom moliyasi bo'yicha kitobni o'qib oladigan bo'lsangiz, sizda o'zingizni miyangizda filtr paydo bo'ladi. Ya'ni nima halol, nima haromligini bilib olasiz. Shundan keyin xohlagan trading kitobni o'qiydigan bo'lsangiz, siz o'sha o'qigan joyingizda bilasiz, bu bizga joiz emas, noto'g'ri narsa deb turib o'qib o'tib ketaverasiz. Agarda siz shunaqa kitoblar o'qimasangiz, xuddi hozir bizni bozorimizda forexchilar o'zini aqli bilan o'sha kitobdan o'qib olib yoki YouTube videodan ko'rib olib, forexda nimasi harom yoki haromligini tushunmasdan yuraverasizlar instrumentlarni. Sababi ular sizga qanaqadir bir misollar bilan, argumentlar bilan keltiradi. Siz o'sha bo'yicha qabul qilasizda, o'zingizni e'tiqodiy tarafdan filtringiz bo'lmaydi. Ya'ni saralab ola olmaysiz, qaysi narsa to'g'ri, qaysi narsa noto'g'ri. Shuning uchun birinchi filtrni paydo qilib olishlik uchun shu ongingizda shu kitoblarni o'qiganingiz ma'qul. Birinchisi bu Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni Bozor va unga bog'liq bo'lgan masalalar degan kitob. Shu kitobni o'qiganingiz ma'qul. Mana ko'rib turibsizlar, ozginagina, unaqangi bir katta ham emas. Agarda haqiqatda birja yoki bozor shunga taalluqli bo'lgan mavzularga kirmoqchi bo'lsangiz, shunaqangi islom moliyasini o'rganishingiz to'g'rirog'i shart. Sababi sahobalar paytida bilamizki, shu bozorda fiqhini, ilmini bilmagan odam, savdoda ilmini bilmagan odam kirgizilmagan. Bizda hozir oddiygina karrani ham bilmaydigan odam bozorga chiqib ketaveradi. Bu juda yomon, chunki u yerda haromda aralashtirib yuboradi, riboviy bo'lgan savdolarga ham qo'l urib qo'yadi. Hozirgi paytda shu islom moliyasini o'rganganimdan keyin o'zim hayotimda juda ko'p ko'raman, deyarli har kuni ko'raman. Riboviy bo'lgan savdolar juda ko'p hayotimizda. Shu kundalik hayotda ko'raman. Oddiygina biror bir do'konga kirsangiz yoki boshqa bir holatda ham riboviy bo'lgan savdolar juda ko'payib ketgan. Bunga sabab odamlarning bilmasligida. Shu ilmi yo'qligida. Shuning uchun shu kitoblar tayyor turibdi. Qanaqadir bir o'quv kursiga borishingiz yoki boshqa narsa qilishingiz shart emas. Tayyor Shayx hazratlarini shu yozib qo'ygan kitoblar. Shu birinchi kitob. Ikkinchisi endi bu shu yana Shayx hazratlarini qarz va unga bog'liq bo'lgan masalalar degan kitob. To'g'risi bularning narxi hozir esimda yo'q, sababi umumiy holatda olgandim kitoblarni, lekin unaqangi qimmat emas. Eng qimmati shu kitob bo'lsa kerak. Adashmasam qarz kitobi 132 ming so'm ekan, adashmasam. Xo'p, 132 ming. Yo'q, bu narx emas ekan. Juda ko'p ekan bu anaqa qiymati. Undan ham arzonroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hilol nashr yoki kitoblar do'konidan bemalol topsanglar bo'ladi. Nimaga qarz masalasida riboviy bo'lgan masalalar juda ko'p. Shu narsalarni o'rganib olasizlar va qarzda oldi berdi qanday qilinadi va bu narsa nimaga kerak bo'ladi? Ko'pchilik broker tanlashda qiynaladi. Brokerda berayotgan taklifiga qarab turib, siz bitta filtringiz bo'ladi-da, bo'ldi. Bu riboviy kontraktni shartnomani taklif qilyaptimi servisda yoki halol bo'lganini? Shu narsani bilib olasiz. Foiz olmagan holatda ham brokerlar sizga marjin pul qarz beraman desa, o'zi bilasiz, yo'q. O'sha bu yerda baribir foiz qatnashmagan holatda ham ribo bor deb turib, shu narsalarni tushunib olasiz. Shu filtrlarni o'zingiz miyangizda hosil qiladigan bo'lsangiz, ertaga qo'pol qilib aytganda YouTube video ko'rib o'tirmaysizda, bo'ldi, o'zingizda filtr bo'ladi. Hamma narsani, misol uchun mayda-chuyda narsani domlaga borib so'ravermaysiz, chunki shu ilmni olishlik ham, shu ilmni olishlik uchun shu kitob chiqarilgan. Agar domlani oldiga borish kerak bo'lganda har bitta mayda-chuyda masala uchun kitoblar chiqarilmasdi. Shu kitobdan o'zingizga hayotingizga kerakli bo'lgan masalalarni o'qib olsangiz bo'ladi. Xo'p, undan keyin bu kitobni yaqinda olgandim. Zakot kitobi As-Sodiq proyektidagi Abdulloh domlani kitoblari bo'ladi. Ya'ni zakot masalasida har yili, ishoninglar, har yili savol beriladi. Har yili qanaqa qilib zakot beraman? Tovarimdan zakot bersam bo'ladimi? minib yurgan mashinamdan zakot bersam bo'ladimi degan savollar uchraydi. Shularga javoblarni shu
kitobdan olishingiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari hozir u kitob oldimda yo'q ekan. Tijorat degan kitobi ham bor. Shu yerda rasmini chiqaramiz. Shu tijorat degan kitobni o'qisanglar ham, unda ham bozor to'g'risidagi masalalar yoritib o'tilgan, islom moliyasiga taalluqli bo'lgan narsalar. O'sha kitob orqali ham sizlar biliminglarni oshirib olasizlar. Mana ko'rib turibsizlar, shu xalqimizni kitob o'qimasligini bilib, kichkina chiqarilgan kitoblar, unaqangi katta emas. Ilmiy masala bo'lgani uchun odamlarni nima bo'ladi, qiynab yubormaslik uchun kichkina. Mana buni ham ko'rsanglar, unaqangi bir katta bo'lmagan. Mana shu eng semizroq ekan. Ya'ni kitob betlari ko'p, 142 bet. 142 bet, unaqangi bir qiyin kitob emas. Va undan tashqari islom moliyasi emas, islom moliyasiga taalluqli bo'lgan motivatsion kitob. Ya'ni hamma hozir biznes kitoblarini o'qiyapti. Henry Fordga yoki yana boshqa bo'lgan biznesga doir bo'lgan kitoblarni o'qiyapti. Har xil marketing bo'yicha ham kitoblar o'qiyapsizlar. Kerak bo'lsa Barack Obama, Steve Jobs kitoblarini o'qiyapsizlar, lekin ulardan ham eng zo'ri, eng anaqasi bizni shu o'zimizni bir nima bo'ladi? Bobolarimiz deymizmi, ajdodlarimiz to'g'risida kitob. Bunda Abdulloh ibn Muborak to'g'risida, ya'ni Abu Hanifani shogirdlari to'g'risidagi bir hikoya kitob. Savdogarlar ustozi haqiqiy omad kaliti degan kitob. Ahadquli Xol Muhammad o'g'li yozgan. Shu kitobning muallifi bo'ladi. Buni YouTube'da audio kitobi ham bor, audio holatdagisi. O'shani ham eshitsanglar bo'ladi. Bu kitob o'ta katta shriftlar bilan yozilganligi uchun semizga o'xshab ko'rinadi, lekin agarda bo'sh vaqtingiz bo'lsa, biror kun yakshanba kunda bemalol shu kitobni o'qib tugatsangiz bo'ladi. Bir kunda bemalol o'qib tugatsa bo'ladigan darajada yozilgan qisqa kitob, lekin hayotingizda juda katta motivatsiya beradigan, hayotingizda bir maqsad qo'yishda juda katta rol o'ynaydigan kitob deb bilaman. Agar yoshlar bo'ladigan bo'lsa, 20 yoshgacha kanalni ko'rayotganlaringizda shu kitobni albatta o'qing. Achinmaysiz, 30 ming so'm yoki 25 ming so'm. Shu 25 ming sarflagan bo'lsangiz, umringiz davomida 2,5 million dollardan ham ko'proq foydasi tegadigan kitob. Aniq aytolmaymanki, shu hayotingizda maqsad qo'ygani shu kitob juda katta yordam beradi. Haqiqiy o'zimizni shariat qonun qoidalari bo'yicha, e'tiqod masalasi bo'yicha to'g'ri sizga yo'nalish beradigan kitob. Ya'ni biznes sohasida qanday qilib shu millionlarga erishishlik yoki kattaroq bir biznesmen bo'lishlikda, tadbirkor bo'lishlikda shu kitob aynan siz uchun. Qanaqadir amerikaliklarni ko'rgandan ko'ra xuddi shu kitobni o'qiganingiz yaxshi. Bu uydirma yoki to'qima bo'lgan kitob emas. Haqiqatda hayotda yashab o'tgan o'sha Abu Hanifa shogirdi bo'ladi, Abdulloh ibn Muborak. Shu kitobni o'zida o'qisangiz bilib olasiz qanaqa holatdaligini. Tavsiya qilaman. Shu kitoblarni o'qinglar. Shu hozir bu yerda sizlarga 4 ta kitob ko'rsatdim va bitta rasmini ko'rsatdik. 5 ta kitob. Shu kitoblarni o'qisanglar, sizlarda filtr paydo bo'ladi. Undan keyin aniq ishonch bilan ayta olamanki, sizda ongingizda filtr bo'ladi. Nima shariatga to'g'ri keladi, nima shariatga to'g'ri kelmaydi. Inshaalloh. Shundan keyin xohlagan trading kitobingizni o'qing, xohlagan trading kursingizni o'qing. Siz o'zingiz bilasiz. To'xta, men bu joyi nojoiz. Bizni e'tiqodga to'g'ri kelmaydi, bu joyini tashlab ketaman. Bu narsa to'g'ri kelar ekan, shu tarafini bosish kerak deysiz. Shuning uchun hozir qaysi kitobni o'qiylik, qaysi brokerdan foydalaning emas. Ya'ni masalan, trading bo'yicha oldin shu kitoblarni o'qib chiqing. Bu kitobda to'g'risi men hech qaysi birida nashriyotida bir masalan, sherikchiligim yo'q. Sizlar bitta kitob olsanglar ham, 10 ta kitob olsanglar ham bittasidan ham foyda qilmayman. Shunchaki sizlar shu narsani o'qinglar, o'zingizlarda filtr paydo bo'lsin, biliminglar bo'lsin, butun hayotinglar davomida kerak bo'ladi. Menimcha 4 ta yoki 5 ta kitob hayotingizni o'zgartirish uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, uni o'qishga dangasalik qilish menimcha bir musulmonga to'g'ri kelmaydigan ish. Shuning uchun 5 ta kitobni o'qinglar. Bo'ldi, ishinglar hammasi 5 ga bo'ladi inshaalloh. Aytib o'tganimdek, birjami ertaga yana yangi boshqa birjalar chiqib ketadimi? Bemalol filtr qila olasizlar. Shu bugungi videomiz. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha.